Inson miyasi yangi hidni 0,2 soniyada aniqlaydi. Bu vizual ko'rishdan 3 baravar tez. Demak, birinchi taassurotni aynan aroma beradi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hidlar to'g'ridan-to'g'ri limbik tizimiga, ya'ni hissiyot va xotirani boshqaruvchi miyani markaziga ta'sir qiladi. Bu shuni anglatadiki, biz biror iforni sezganimiz zahoti hissiy javob paydo bo'ladi. Kimdadir tinchlik, kimdadir ishonch va yana kimdadir quvonch tuyg'usi. Shuning uchun aromalar inson ruhiyatini boshqaruvchi ko'rinmas psixolog sifatida ishlaydi. Restoran, ofis yoki butikdagi to'g'ri tanlangan hid mijoz ongida iliqlik va ishonch uyg'otadi. U joyni boshqalarinikidan ajratib turadi va xotirada mustahkam joy egallaydi. Aynan shuning uchun dunyo brendlari Hilton, Apple va Mercedes kabi kompaniyalar o'ziga xos brend iforini yaratgan. Ular sizni logotip emas, hissiyot orqali esda qoldiradi. Sizning joyingizni mijozlar qanday hissiyot bilan eslab qolishini o'ylab ko'rganmisiz? Senti sizga bu hissiyotlarni aroma orqali yaratishga yordam beradi.